Assalomu alaykum azizlar. Bugun Qalb kasbim loyihamizning 2-sonini sizlarga taqdim etamiz. Qadrli mehmonimiz Qo'qon shahrida o'z faoliyatini olib borayotgan kosmetolog Go'zalxon Hakimova bilan dildan suhbatlashamiz. Go'zalxon aslida vrach-terapevt, lekin bugungi kunda ular kosmetologiya yo'nalishida o'z faoliyatlarini olib borishyapti, ya'ni qalb kasblarini bajarishyapti. Go'zalxon, studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat katta. Va alaykum assalom. An'anaviy savol bilan sizga murojaat qilmoqchiman. Nima uchun aynan kosmetologiya yo'nalishini tanladingiz? 7 yil meditsina institutida o'qib, oliy ma'lumotli vrach-terapevt ayol nima uchun birdaniga kosmetologiyani yo'nalishini xohlab qoldi, ya'ni tanladi? Bu sizni qalb kasbingizmi? Nima deb o'ylaysiz? Qalb kasbim deyolmayman. Oilaviy sharoitdan kelib chiqib shunaqa bo'lgan. Men ordinatura o'qiy olmaganman. Poliklinikada ishlaganman. Poliklinikada ishlash u darajada menga to'g'ri kelmagan. Nimasi davlat ichida ishlash oson emas, o'zingizlar ham bilasizlar. Xo'jayini ishlaydilar. Asab buzarlik. Kasal ko'rib mazza qilmaysan. Bitta kasalni ko'rgandan keyin 4 ta 5 ta qog'ozga yozasan, kartasiga yozasan, shuni hisobiga keyin bilasan, davlat ishida ishlagan vrachlarda baribir kasallarda ularga nisbatan qandaydir negativ bor. Ular majbur degan narsa bor-da xalqda. Hech ham minnatdor qila olmaysan. Minnatdor bo'lganlar ham bor. Shuni hisobiga o'zim chiqib ketganman ishdan. Keyin ordinatura o'qiy olmaganim hisobiga endi xudo xolasa bu ham bor niyatimda. Inshaalloh. Kosmetologiya o'qib olganman. Yoqadi menga, yoshligimdan yoqadi. Salonga borish, o'zimga biror nima qilish. Keyin baribir ayollar ham xursand bo'lishini ko'rish boshqacha narsa. O'zi kosmetologiya hamma ayollarga kerakmi yo ba'zi ayollarga kerak emas desa ham bo'ladimi? Kimlar senga ko'proq murojaat qiladi? Misol uchun yuzida qanaqadir problemasi bor yoki erta ajin tushgan ayollar murojaat qiladimi yoki hammamiz har bir ayol senga kelib murojaat qilsa bo'ladimi? Nima bo'ladi? Qanaqa fikr? Masalan, 15 yoshdan boshlab kelishadi. O'sha yuzida problema, ugrilar bor. Shunaqalar ham kelishadi. Hamma ayolga kerak baribir. Hamma ayolga. Qanday? Masalan, erta qarishda oldini olish uchun kerak. Baribir o'qit qilib yurgan yuz bilan o'qit qilmagan yuzni farqi bo'ladi. To'g'ri. Shuni hisobiga. Masalan, oddiy misol, gulga ham suv quygan, quyilmaganini bunday qarab turib bilasan-ku, shunaqa narsa bu ham. Erkaklarchi, senga erkaklar ham murojaat qilishadi. Ularga nima Lekin erkaklar murojaat qilishadi-da, hech kim bilmaydi uni, kosmetologga borishini, tashqarida kosmetologlarga qarshi gapirishadi o'zlari. Nima uchun? Endi baribir bizning mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi bu narsa. O'shaning uchun nima desamikin, patsientni o'zini siri degani deontologiya, buni hech kimga aytilmaydi. Falonchi menga keladi, bilasanmi? O'zim nima qilib yuradi deyilmaydi. Xuddi biz psixologiyada ham mijozlarda sir saqlaymiz. Har bir aytgan gaplarini va ismlarini. Xuddi shunday, demak, sen ham erkaklarga kerak baribir. Erkaklarga ham kerak deb o'ylayman. Ular qanday protseduralarni olishadi? Ular ham ayollar qanday protsedurani olsa o'shanaqa olishadi. Masalan, mezalar olishadi. Botokslar, mana bir xil yuzini, ko'zini tagiga ajinlar ko'p tushadi. O'shanga, ugrilarga, yog'li yuzlar. Yana bitta savol. Tashqi go'zallikni o'zi yetarlimi ayol uchun yoki u albatta misol uchun ichki go'zallik bilan uyg'un bo'lishi kerakmi? Mana shunaqa ayollarni kuzataman. Ular tashqaridan juda o'zlariga oro berishadi. Eng trenddagi kiyimlarni kiyishadi, qimmatbaho atirlarni sepishadi, kosmetologlarga borishadi. Yuzlab, minglab dollarlar sarflashadi, ya'ni tashqi ko'rinish uchun. Ming tashqaridan o'zimizga ishlov bersak-da, lekin ichimiz nafratga to'la bo'lsa, hammani yomon ko'rsak, asabiylasak, bunday ko'ramanda shunday ayollarni, shuncha sarflagan pullari bekor ketibdi deyman. Nima deb o'ylaysan? Ichki go'zallik bilan tashqi go'zallikni uyg'unlashtirish kerakmi yo faqat tashqi go'zallik yetarli bo'ladimi insonga? Endi hammada har xil. Masalan, odam masalan
sen ko'rishing mumkinda u narsani, u odamni ichi haligi yaxshi emasliginida, lekin uni o'ziga o'zi juda ideal. Masalanda hamma o'zi uchun ideal bo'ladi-ku. Masalan, bir xilga odam biladi, voy mana shu xarakterim noto'g'ri, shuni to'g'rilashim kerak deyishi mumkin. Lekin bir xilgilar o'sha xarakteri bilan o'zini yaxshi ko'radi. Tashqi go'zallik kerakmi ayollarga degan savolingga kerak. Nima uchun? Senga kerak emasmi? Masalan, qara, oddiy misol, biror joyga borsang, biror narsa olmoqchi bo'lsang, ikkita narsa turibdi-da. Bittasi sal kirroq, sal bunday qaralmagan narsada ichkaridan olib bering deysan, tozarog'ini, chiroylirog'ini. Chang bo'lib qolgan bo'lishi. Chang boshqa narsa. Keyin masalan, bozorga borsang ham tanlanadi hamma narsa. Qaramay turib olmaysan, bunday qarab baribir. Keyin ham ayollar o'ziga qarab ham o'zi ham mazza qiladi, o'zi uchun. Mana shu bo'yani masalan ertalab turib oddiy bitingga biron nima surkasang ham mazza qilasan-da. Motivatsiya oladi, kayfiyat ko'taradi. Shu odamni ham masalan yurda deb turib, salonga borib turib, sal bo'yantirib, o'ziga qaratib sochini biron nimalar qildirsang, o'sha odamni o'sha tushkunlikdan sal bo'lsa ham chiqadi. Menimcha kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Mana dugonalarim ularga ajin tushganda mana qoshlarini o'rtasiga, peshonalariga va ko'zlarining atroflariga qanaqadir protezuralarni olib, mana shu ajinlarni tekislashadi. Mana bu mendagi ko'zim atrofidagi ajinlarni ham tekislab yo'qotib bera olasanmi? Lekin bu sahna narsa qilib beraman. Lekin buni nojo'ya ta'siri bor deb eshitganman. Misol uchun har 6 oyda buni yangilab turish kerak deyshadi. Bundan tashqari qariganingdan keyin yuzlaring osilib qoladi agar bunaqangi botokslar qildirsang deyshadi. Bu gap qay darajada to'g'ri? Noto'g'ri deyolmayman. Qara. Mana chiroyli qarishdi nima yordam beramiz chiroyli qarishga deylik. Masalan, erta qarishda oldini olamiz. Bu protseduralarda har 6 oy, 1 yilda olib turiladi, bu to'g'ri. Lekin qariganda osilib ketadi yuz degan narsa noto'g'ri, unga qo'shilmayman. Chunki bu narsalarni qilmasang ham yuzing shunaqa qarib, o'shanaqa osiladi. Ba'zilar misol uchun tabiiy qarasa juda ham nurli, farishtali bo'lib qarashadi. Ba'zilar. Hamma emas. O'shalarda ham masalan bizda mentalitetimizda shu narsa borda. Hech kim qilgan ishini qildim deb aytmaydi. Ne только kosmetologga borishini, umuman boshqa narsalarda hamda shu narsani qachon yo'lga lekin o'zlari rostgo'ylik talab qilishadi. Mana shu narsa meni har doim anaqa g'ashimga tegadi deydimi shunaqa. Oddiy misol bir kun bitta qo'shnimiz ko'zini oldi ko'kargan. Voy tinchlikmi? Ko'p katta xotin. Tinchlikmi desa, "Voy eshikka urib oldim. Qanday qilib? Ko'p katta xotin. Hozir yosh balachalarim yiqilmaydim" deb o'ylab qarasangda, meza olgan, tomirchasiga tushib qoladi. Ba'zilarda ko'karib qolish holatlari kelib chiqadi. Keyin men kosmetologiyaga kirib kelganimdan keyin hali bir xil voy, yuzingiz chiroyliga tengdosh bo'lsa ham siz boshqachasiz deymizda. Ular, o'zim shunaqamanda, tabiiymanda, bizda genda shunaqada deyishadi-da, iltimos allamanglar. Kosmetologiyaga kirib kelganimdan keyin ham o'zim vrachman, vrachlikni o'qib boshqa bo'lgandan keyin men shunday ozdim. O'zingiz ustida ishlaysiz, nafsiz deysiz, ozasiz. Oshqozonni oldirib olishadi yoki ukollar olishadi, dorilar ichadi, ozishadi. O'zi shunaqa. Nima baribir ham hammaga kerak bu narsa, baribir. Mana masalan o'zingga hamda tengdosh biz, yuzing yaxshi, yomon emas, yaxshi, lekin baribir ajinlarga, boshqa narsalarga sal unaqa ko'p emas bo'rtirib, sen aytgandek lovumunchani yomon ko'raman, kiprikni yomon ko'raman deyapsan, lekin baribir kerak, ozgina bo'lsa ham. Hozircha tabiiy go'zallik tarafdoriman. Balkim qachonlardir meni ham qiziqib qolib qildirishim mumkindir. Lekin hozircha yoqmaydi bu narsa menga. Go'zalni sansirab turganimga hayron bo'lsangiz kerak. Biz bolalikdan u bilan birga katta bo'lganmiz, amakivachcha bo'lamiz. Shuning uchun sizlashga ming urindik, lekin qo'limizdan kelmadi, o'zini so'raymiz sizlardan. Keyingi savolim shundan iborat. Sen oila bilan ishni qanday yo'lga qo'yasan? Ya'ni kun tartibing qanaqa? Menga aytgandingki, men ertalab vaqtli turib, ovqatlarni tayyorlab, zagotovkalarni qilib, undan so'ng ishga ketaman. Chunki ishdan kech qaytaman deb aytganding. Sen qanday qilib to'g'ri rejalashtirib olgansan? Ya'ni senda 4 ta farzanding bor.
ular bilishimga qaraganda o'ta yuvosh. Judayam, ha. Va hammasi o'g'il yana. Qanday qilib oila, farzand, turmush o'rtoq va ishini, sevimli kasbingni yo'lga qo'yasiz? Men umuman reja tuzmayman. Rejasiz ishlaydigan ayol. Rejasiz. Kechki payt yotishimdan oldin ertalab turib uni qilaman, buni qilaman. Hech qachon menda u narsa bo'lmaydi, chunki hech qachon poplanib ketmagan hech narsam. Men yoshligimdan vaqtli uyg'onaman. Biror joyga mehmonga borsak, hali yotib qolgan borasan, o'rtoqlar bilan biror joyga dam olgani borganda ham ertalab 6da men uyg'onib bo'lgan bo'laman. Hammani uyg'otaman, shunaqa. Yoshligimdan shunaqa uxlolmayman. O'shaning uchun menda kun vaqtli boshlangan hisobiga ko'p narsaga ulguraman. Ertalab turaman, katta o'g'limga turib ukalayni kiyintirib bog'chaga ketyapmiz deyman ungacha. Necha yosh hozir katta o'g'il? Kattam 13 yosh. 13 yosh. Xudoga shukr. Ancha yordamchi bo'lib qolgansiz. Ancha. Hamma ishni qiladi o'zi. Ovqatni pishirib, tagini o'chirib ketaman. Ukalar bog'chadan kelgandan keyin o'zi qarab o'tiradi. Katta yordam. Keyin ko'chaga chiqib ketganimdan keyin bo'ldi shu bilan. Ko'chadagi ishlar bilan, arada boshqa ishlar. Uyga nechida kirib kelasan kechqurun masalan? Har xil. Masalan, klient bo'lmasa, 6larda ketaman, 5larda ketaman. Borib keyin qolgan ovqatni davom ettirasan. Yo'q, ovqatim pishgan tayyor bo'ladi. Kim pishiradi uni? Men pishirib tayyor ertalab qilib o'chirib ketasan. Ha, tushunarli. Zo'r. Juda epchil chaqqon ayolman, bilgan biladi. Qaragin, endi eng kulminatsion nuqtasi desam ham bo'ladi, ya'ni an'anaviy savol. Har bir ishtirokchilarimizga beramiz bu savolni. Mana shu qalb kasbing yo'lida, ya'ni kosmetologiya yo'nalishida sani qilgan eng katta xatoing nima va boshqalarga shuni qilmaslikni maslahat berasan? Men kosmetologiyani qalb kasbim deb atalmayman. Meni qalb kasbim vrachlik baribir. Baribir vrachlik, kardiolog bo'lgim keladi. Buni yo'lida qilgan eng katta xatoyim xo'jayinimga yo'q, men o'qiyman deyolmasdan Qo'qonga qaytib kelganimiz bo'ldi. Kirganman ordinaturaga, bilasan, kardiologiyada o'qib turganim Semashkada. O'sha yerdan ketganim eng katta xatoyim bo'ldi. O'sha yerda men yo'q, men o'qishga kirdim, mana shuni oxirigacha o'qiyman deb nastoyni turalishim kerak bo'lgan o'sha yerda. Demak, asl qalb kasbing kardiologiya ekanligini aniqlading, to'g'rimi? Qalb kasbim vrachlik. Odamlarga, masalan, birorta yonimda deb yo'talsam, yo'talyapsiz kana, qachondan beri yo'talyapsiz? Nima dori ichasiz? Dori ichyapsizmi? Refleksda bu shunday avtomatik, uni tanimaymanmi, farqi yo'qda. Birorta masalan ishxonada o'tirsak ham birorta dori ichyapsizmi? Nima dori ichyapsiz? Bunaqa qo'shing, men uni bunaqa qiling. O'sha ketadi refleks. Birortaning balasi yo'taladimi yo ichi o'tyapti deb birorta gapiradimi? Refleks ketadi shu narsa. Mana shu o'qishni tugatganimdan keyin ordinatura, magistratura o'qimaganim eng katta xatoyim meni. Lekin bu xatoni hali to'g'irlashga iloji bor, albatta to'g'irlaymiz. Keyin o'sha Shuhrat aytganidek ham til o'rganmaganim ham eng katta xatoyim. Bu eng doktorlarda eng og'riqli nuqtasida, chunki baribir mana rivojlanganing sari rivojlanishing kerak. Bizdan ko'ra chet davlatda bu narsa yaxshi ommalashgan, hali yaxshi rivojlangani uchun o'sha yerda o'qigan baribir boshqacha. Demak, kelajakda sen bu turli kosmetologiyani tark etib, faqat hech qachon ikkovsini birgalikda olib ketishga, buni yo'lga qo'yib olganimdan keyin Xudo xolasa uni o'qiyman. Ayollarda mana bunaqada, mana kasal davolagandan keyin kasallar, "Voy, tuzalib qoldim, rahmat doktor" degani ham mazza. Uni tuzalganini o'zing bilganda mazza. Kosmetologiyadachi mana bunday ayollarga ozgina chiroyli qilish, nimasinidir o'zgartirish emas, ular o'zini ko'rgandan keyin o'zini ko'rib xursand bo'lganini ko'rish mazza, bilasanmi? Juda mazza o'sha narsa. Va sen bilan ana kuni kafeda uchrashgan edik, unda aytgandingki, men odamlarni tashqi ko'rinishiga, cho'ntagidagi puliga qarab turib muomala qilmayman. Menga kelgan har bitta mijoz, u kim bo'lishidan qat'iy nazar, tashqi ko'rinishi, ust-boshi, kiyinishi, men ularga hammasiga birdek muomala qilaman va imkon qadar xushmuomala bo'laman, kamtarona munosabatda bo'laman deb aytganding. Mana shu gaping aynan menga juda ham ma'qul kelgandi. Qanday qilib senda shu xislat qayerdan paydo bo'lgan? Endi hammamiz bir xil.
deymiz. Men o'zim shunaqaman. Boshida o'zim ham sal o'zimni nima qilib turaman-ku, aytganingdek kibrga o'xshab turaman. Ko'pchilik seni agar bir ko'rishda kibrli deb shunaqa, o'ylaydi. hamma shuna deydi. Birinchi ko'rganimda siz bilan gaplash o'ta qiyin bo'lsa kerak deb o'ylaganman. Endi baribir hammaga xushmuomalali yoqadi. O'zimizga hamda birorta senga bunday qilib turib gapirsak, tavba qilib, men bunday gapirasan deysan-ku. Men ham shunaqa, boshida to'g'ri, endi srazu gapirib ketib boshqa qilmaysan-ku. Oldin o'rganib olasan insonni. Keyin gaplashib, baribir hammaga hozirchi mana shu odamlar bilan ishlashni boshlaganimdan keyin mana shu odamlar bilan ishlash jarayonida shu narsaga qayta duch kelyapman, qayta amin bo'lyapman. Odamlar gaplashishga muhtojda. Mehrga zor. Mehrdan hamchi haligi hech kim bunday o'tirib tildan suhbatlashib. Hamma shoshgan. Tinchlikmi? Nimaga bugun настроениеңiz g'alati? So'raysanmi birorta? Men masalan so'rayman, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Men ham shunday. Senga tegishli emas u narsa. Boshqa baribir o'sha odamning kayfiyati nimagadir buzilgan. O'sha narsani sal to'g'rilashga ham harakat qilaman. Nimagadir eng yomon ko'rganim, o'zi asli eng yomon, mana xafa bo'lish boshqa, недовольный bo'lish boshqada. Eng yomon ko'rganim mana o'zidan o'zi mana asabim buzildi, o'shanga shunaqaman. Nima qovog'ingni solib o'tiribsan? O'tirsa krukda boshqa gapmabdi. Yoki charchaganman deyishadi buni. Palonchi asabimni buzib, palonchi asabingni buzgan bo'lsa, palonchini yonida shunaqa o'tirdi, baribir senga ham ta'sir qiladi. O'shaning uchun masalan men o'rtog'im aytadi, kecha kuni istoriyamizni ko'rgan bo'lsang kerak, qachon men ham shunaqa doim shunaqa kayfiyatda bo'laman deb istoriya qo'ydi. Men doim shunaqa kayfiyatdaman-da. Meni hech kim mana shunday qilib yoki xafa bo'lib turganimni ko'rmagan. O'shaning uchun meni doim faqat mashinada aylanib yuradi, ish qilmaydi deb o'ylashadi. Kecha kuni o'shaning uchun hamma narsa tashqaridan ko'ringandek emas. To'g'ri. Lekin o'zingni ichki holatingni Tashqariga boshqa tashqariga chiqarish kerak. Chiqarmasang kasal bo'lasan, qiynalasan. Chiqarish kerak, lekin taalluqli bo'lmagan odamlarda ham asabini buzmasliging kerak-da. O'zingni o'sha negativing bilan ish qilmayapti deganlaringga, masalan, 4 o'g'lim bor, xo'jayinim, o'tiramiz, hamma menga buni deydi. Nima? Voy, siz ham ish qilasizmi? Qachon qarasa mashina minib yurgan bo'lasiz, ko'chada yurgan bo'lasiz deyshadi. Biznikida faqat erkaklar, faqat men ish qilaman. O'shaning uchun kecha kuni istoriya qo'ydim, kechqurun ish qilib turadim. Mana ishdan borganimdan keyin gaz, oshxona bo'lardi. Nima hammasini uxlatib qo'yib, sekin nimam davom etadi meni. Ish vaqtim davom etadi, tugamaydi. Charchasam shunday o'sha yerda tashlab turib, kirib yotib, uxlab ertalab davom ettirishim mumkin, lekin men ham ish qilaman. Gaz artaman. Uyda yig'ishtiraman, vanna yuvaman mana. Shunaqa. Narxlar borasida sen qanday kelishasan mijoz bilan? Misol uchun kosmetologiya protseduralari arzon emas. Hammani ham cho'ntagi qoplamasligi mumkin. Men ham murojaat qilganimda ularga $100, $200 deb aytishgan. Sen qanday qaraysan? Go'zallik, qurbonlik talab qiladi deyshadi. Cho'ntakda ham talab qilyapti hozir. Cho'ntakda ham talab qilyapti. Senda qanaqa narxlar? Narxlar haqida gaplashsak. Narxlar hammadaqa, menda ham. Lekin kelgan mijozga qarab, masalanchi, nima arzon aytsang hamchi odamlarcha shubhalanadi desanmi? Nimaga arzon narsalar ishlatadi deb o'ylaydi. O'zi ajoyibda tushunmaysan. Nimaga siz arzon qilasiz deydi. Qimmat aytsang, boyimcha qimmat qildirmayman deb chiqib ketadi. Menda narxlar nimaga unaqa? Hamma ayol chiroyli bo'lishni xohlaydi. Hamma ayol chiroyli bo'lsa, masalan, men kelganda umuman bepul, endi bepul deyiladi, narsalar ishlatasan boshqa. O'ta arzonga ham qilgan kunlarim bo'lgan. Nimaga o'sha xotin o'zi xohlaganda, masalan, shunaqa ayollar bor, mana ayollar haqida gaplashsak, shunaqa ayollar borki, o'ziga qaramaydi, boshqa qilmaydi, keyin jalba qiladi haligi. Meni hamma joyim yaxshi-yu, nimaga unaqa ekan, bunaqa ekan. Bir xilgina qaragisi keladi, imkoniyati bo'lmaydi-da. O'shanaqa ayollar kelsa yonimga, men o'sha imkoniyatidan kelib chiqib qilib beraman. Hech pul bersa ham, qilib beraman protseduralarda. Nima? Hamma ayol baribir o'ziga qarashi kerak. Hali bir xilgalarga aytsa, to'g'ri, samatsankasi baland bo'lishi mumkin, boshqa. Men xo'jayinimga shunday yoqaman. Hech kim, masalan, meni ham erim nimalari sig'ib, menga xafa bo'lib qolishimizni o'ylaydi erkin. Menga ham ozing deyolmaydilar, do'xlari yetmaydi. To'g'risi ham hamma aytadi, mana so'raydi-da, nima?
yeringiz ozing demaydilarmi? Hech kim yeri sen xunuysan, o'zingga qara borib demaydi. Ha, ayollar Baribir birga yashaydi. Undan ko'ra netga chiqib turib, ozg'inroq, chiroylirog'i bilan yurgani выгодный. Kelib buni gapini eshitgan, men shunaqamanmi? Men yoqmayapmanmi senga degandan, undan ko'ra tinchgina chiqib xalis degani yaxshi. Erim meni borimcha sevadi, erim Eng noto'g'ri narsa. Sevsin. Keyin erkaklarga ham bitta narsa, masalan, xotin oladi yoki kimdir yaxshi ko'rib oladi. Mana shu narsa menga yomon nima qiladi. Bitta nimada ko'rganman, Turkiyada psixiatr bilan suhbatda ko'rganman. Men bilan tanishganda nima erim meni rosa yaxshi ko'rardi, hozir umuman yaxshi ko'rmaydi deganda, mana qara. Bizni birinchi ko'rganda, mana erkak kishi birinchi ko'rganda qanday bo'lsang, o'shandayligicha ko'radi, seni keyin o'zi so'ndirishni boshlaydi. Psixologiyaga o'tib ketdik uzr. Nima? O'zi so'ndirishdi buni. Kamroq kul, sekinroq gapir, ko'chada unaqa yurma, mana yerda bunaqa yurma degandan keyin uni ramkasiga tushdi haligi. Odam haligi chegara qo'yadi-ku, o'zini chegarasini unutib, boshqa chegaraga o'tadi. Уже so'nasanda, so'nganingdan keyin hech kimga qiziq bo'lmaysan. Даже o'sha seni so'ndirgan odam seni so'ndirganini bilmaydi. Bilmaydi. Oldin boshqacha eding-ku. Oldin sen o'zing eding-da. Men oldin unaqa emasdim, apa. Meni ham endi biz ham endi 15 takan psixolog bo'lib qolasan ekan, odamlar bilan ishlab hamma kelib dardini aytadi. Apa, men oldin boshqacha edim. Bilasizmi, men qanaqa yurardim? Yurgin edi. Seni o'zingdaqa qabul qilgan odam bilan. Mana men qanday bo'lsam o'shandayman. Nimaga menga hech ham o'shanaqa nimalar bo'lmaganda. Taqiqlar qo'yilmagan. Taqiqlar qo'yilmagan. Yo'q, endi bo'lar. O'zing chegara ham bilishing kerak. Nima qilish kerak emasligini bilsang bo'ldi-yu. Baribir ham hali o'zlaringdaqa bo'linglar. O'zlaringni kim uchundir o'zgartirishga harakat qilmanglar. Qanday bo'lsalar shunday bo'linglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana endi sizlashga o'tib ketdim oxirida. Xo'p, mana shu go'zal va lobar ayollarimizga nima maslahat berasan? O'zlaringni yaxshi ko'ringlar. O'zini yaxshi ko'rish deganda nima tushunasan o'zing? Mana shunday ko'payib ketadi hozir. O'zini yaxshi ko'rish deganda bu hech kimni mensimasdan, hech kimning gapiga kirmasdan, hech kimga quloq solmasdan, o'zini sevib, faqat o'zi uchun yashash. To'g'ri, o'zingiz uchun yashaysiz. Qanday hamma ishlaringizni qilib bo'lganingizdan keyin o'zingiz oxirida o'zingiz sevasiz. Hamma ishni qilish kerak. Hamma uchun har doim qilib yurgan ishlaringizni qilishingiz kerak. Keyin o'zingizni ham sevishga vaqt ham, imkon ham topishingiz kerak. U degani faqat o'zingizni sevib yuring. Hech nima qilmang, eringiz gapiga kirmang, uni gapiga kirmang. Ayollarimiz aynan psixologlarning mana shu o'zingizni seving degan joyini olib olishadi va undan qurol sifatida foydalanishadi. Shuning uchun ham erkaklar psixologlarni ko'rgani ko'zi yo'q. Chunki ayollarimiz aynan o'zlariga kerakli, egoistlarcha o'zini sevish kerak degan joylarni ushlab olishadi. Ammo lekin kattalarni hurmat qilish kerak, bolalariga mana bunaqa tarbiya berish kerak, turmush o'rtog'ini aytganini qilish kerak, ularni shartsiz sevish kerak degan joyini kesib tashlashadi. Faqat shu o'zini sevish degan joyni olib olishadi. Mana shuning uchun ham erkaklar, qaynonalar va yana boshqa ko'p insonlar psixologlarni yomon ko'rishadi. Odamda nimasini, miyasini qabul qilish darajasiga bog'liq. Chunki mana masalan Instagramda reels ko'rasan, uni hamma har xil ko'radi. Keyin odamning gapirish toni bor-ku. Mana masalan men birov menga urushib turganini kamdan kam tushunaman. Yozishib turganingda bilmaysan-ku. Yozilgan narsani o'qiganingda ham o'zing gapirganda o'qiysan-da. Bir xilgina baqirib gapiradi, boshqa qiladi. Sen oddiy narsa yozsang ham menga unaqa gapiryapsiz deydi. Men buni to'g'ri gapiryapman, uni siz to'g'ri eshiting deysan-da, yozishib turganingda. Odamlarda ham shunaqa. Men shu o'zingizni seving degan narsaga, keyin Instagram mumkin emas, u mumkin emas, psixolog noto'g'ri. Hamma narsa to'g'ri qabul qilish darajangga bog'liq. Filtr orqali qabul qilishing kerak. Ya'ni albatta o'zingning shaxsiy filtring bo'lishi kerak. Misol uchun diniy qadriyatlar filtri, mentalitet filtri va undan tashqari o'zingni oila a'zolaring va har bir oilani yozilgan, yozilmagan qonunlari bo'ladi. Mana shu filtrlar orqali qabul qilsak, ana shunda o'zimizni sevish, o'zimiz psixologiyadan foydalanish bu faqat bizga foyda bo'lib ishlaydi deb o'ylayman. Doim shu misolni keltiraman. Rustamjon domla bir chiqib gapirganlar-ku. Kelinlar qaynona qaynotasini xizmatini qilishi kerak emas, shart emas. Lekin degan joyi bor-da, lekinini eshitmagan hech kimda boshini olish. U
boshini qo'ymaganimda polniy qo'ygan hali videoni, lekinini eshitmasdan turib xizmat qilmaymanga o'tib ketdi. Qancha kelinlar mana masalan o'zimizni aramizda ham taniganlarimiz ham bor. Qayna-qaynatani tashlab, olib chiqib ketasan deb chiqib ketganlar ko'p. Bilasan o'zing ham. Lekin katta savob olmoqchi bo'lsang, Ka'bani ichini shipirganda savobini olishni xohlasang, qayna-qaynatingni uyini tozalab o'tir degan narsasini ular eshitmagan. Eng katta nimada bu narsada juda ham hali biz ayollar nima desam ekan hozir gapirsam hammaga har xil ta'sir qiladi. Meni eng katta gapirishimga to'sqinlik qiladigan narsa hech qachon bunday qilib gapirolmayman. Qaynanam Xudo rahmat qildi, o'tib ketganlar. Qaynalaring haqida yaxshi gapiringlar desam, seni qaynang yo'qda bilmaysan. Seni qaynasing yo'qda bilmaysan. Yo o'shalarda ham baribir ham o'zbek mentalitetidagi qizlarning miyasi erga tekkunicha ham qayna yaxshi emas, qayni singillar yaxshi emas degan narsani qabul qilib o'sha ong ostiga mana sen qanaqa joylaydi. Qayna yaxshi gapirsa ham u qaynada u gap noto'g'ri kelaveradi-da. Shunaqa. Maroqli suhbat uchun katta rahmat. Bugungi suhbatimiz juda ham qiziqarli, foydali bo'ldi deb umid qilaman barchaga va keyingi yana loyihalarimizda, keyingi ko'rsatuvimizning keyingi sonlarida ko'rishguncha hammaga xayr deb qolaman. Xayr, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar. Katta rahmat sizga ham. Sizga ham.